Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Soft Classic lubrikantini qanday to'g'ri ishlatilishi to'g'risida aytib beraman. Classic lubrikanti tabiiy tarkibli, hid qo'shilmagan va suv asosli klassik namlovchi vosita hisoblanadi. Gel ayollarning tabiiy namligini to'ldirib, aloqaning yanayam yoqimli bo'lishiga olib keladi. Og'riq hamda shikastlanishlarning oldini oladi. Soft Classic lubrikanti gipoallergen lubrikant bo'lib, aynan terisi nozik va allergik reaksiyalarga moyil bo'lgan ayollar uchun ishlab chiqilgan vositadir. U aromatizatorsiz bo'lib, menopauza, klimaks va homiladorlik davrida tabiiy namlikni tiklab, quruqlikni kamaytirishga yordam beradi. Endi keling, lubrikantni qanday to'g'ri ishlatishni ko'rib chiqamiz. Avval qopqog'idagi himoya plyonkasini olib tashlang, so'ng qopqog'ini oching va kerakli miqdorda gelni qo'lingizga siqib oling. Lubrikantni ayolning tashqi jinsiy a'zolariga, ayniqsa qin kirish qismiga muloyimlik bilan surting. Shuningdek, gelning erkakning jinsiy a'zosiga ham surting va teng taqsimlang. Shundan so'ng siz noqulayliklarsiz yaqinlikdan zavqlanishingiz mumkin. Agar aloqa davomida quruqlik sezilsa, gelni miqdorini biroz ko'paytiring. Soft Classic nafaqat yaqinlik paytida, balki kundalik parvarish uchun ham aynan mos vosita hisoblanadi. Menopauza davrida u yumshatuvchi va namlovchi vosita sifatida ishlatiladi. Prezervativ bilan birgalikda ishlatish mutlaqo xavfsiz. Yutib yuborilganda ham mutlaqo xavfsiz vositadir. Ushbu lubrikant kontraseptiv vosita hisoblanmaydi. Soft lubrikantini intim hayotingizga qo'shing. Bu esa oilaviy munosabatlaringizni mustahkamlashga va iliqlik olib kirishga yordam beradi.